Assalomu alaykum obunachilarimiz. Bugungi obzor qiladigan xonadonimiz Yangi Ashxobod mahallasida 10-22 qavatli yarim plan hovli-joyimiz sotuvga chiqdi. Batafsil qo'llangancha obzor qilsak, juma muborak bo'lsin. Aziz vatandoshlar, joyimiz hallari keng, 10 metrlik plus garajga огородlar ham bo'lgan. Chiroyli sifatli burchakka urilgan, internet tarmoqlar ham, ko'chalar ham keng tushgan ekan. Kanalımızda yangi olsa like esden çıkmazsa fikirleriniz burada her zaman bir komentarda yazıp kalırsa da ümitleriz. Yine burançalarımız camımız elde kısımları belirler ve çırayla barbekü koyabilirsiniz de buladı. Mesela maşın için naviş gereği biri oynanan sarıdan bir akvayna çırayla fasatlı urulgan yaşalt durgan joy her sele kelgen gül atızlarımız Allah'ız. Mehr bersen mehr. Yine ne oldu canlanat dedi. Yine anlatılar. Görüşümüz her daim gidik. Bir hoş gelmiş. Çırağıyla Erenski kafeyle bu rakaynamız. Onunla ki hol kısmımız joylashgan ekan. Radiatorlarım. Gereklilerimize toplayıp bola ega abunachimiz. Elimizde uголокlarımız var. Prizollarımız. Görüşümüzde on tarafımızda mehmonxonamiz. Karonlar işleyim def işleyimiz yine. Chiroyli perdeler oynamamız asılgan ekan. Artel firmani konditsionerlarimiz, kandillarimiz, trezorlarimiz bor. Gerekli cihozlarni olib kelib, gereklilarni üzerine oluvchilar beriladi. Niye bir ishlar o'tilgan? Bu po'kak emas, lipka o'rnatilgan. Klassik bilan neoklassik aralashgan zamonaviy o'tilgan. Evet, laminat 8 ekan bunachalar. Endiki navbat mehmonxonamiz e'tiboringizga. Yine perdelerimiz, panoramli aynalarımız. Doğrumuzda yumuşkana, çap tabanında aşkanamız, bu tabanında spanyum joylashgan ekan. Spanyum zamini fonda benin aynası üzerine akaratına qaragan ekan. İşlerim zemini yaxshi sifatli, og'ir endiki ishlar bo'lgan ekan. Bu endi 72 ishkimiz sanaganda 61 mm kafillar. Asma benim rakayna, vannamız, uğul vanna, otolog adam kafil, ondaki plastik aristollarımız, unutazlarımız var ekan. Aşxonamızdan toplu polaga, kirmaşin, böyle pulli aparatlarımız, gaz plitamiz, 6 adamlık stolumuz, tavan üstüne geldiğimiz yine bir de dog kontinu katyola var ekan. Zamanı. Bu aynası bugün vaxt tamanına qaran, ikkalama vaxt var. Yine xichamli fasad bo'lgan. Endiki navbat birinchi qavatdan kuzatdik, ikkinchi qavatda gereklilarni hozir qilsak uchun. Xullas, joy xom pishgan aralar plidadan bostirilgan ekan. Bu yerda uголокlarimiz ikkinchi qavat litsenziyasi MDFdan benim foydalanish uchun xalab qolgan o'tilgan ekan. Cuma günü doğula icabat günde ne tilasang şuna erişebilirsen. Sağlık sorasan sağlık, devlet boylik inanmachilar. Wi-Fi tizimine ega mehmonxona, ikkita spanyamiz bor ekan. Sanuzellarimiz. Birinchisi hozirgi kunda Zastona mehmonxona bo'ladi bu. Spanya qilingan ekan. O'zini balkonga ega, yaxshi sifatli kandiller koyulgan ekan. İşlerimiz benimki 1.20'lik endef eshik ekan. Bu xonamiz yana bir o'zini farzandlarni xonasi ekan. Studiya qilib qo'ydi yine. Onachilar, chiroyli laminatlar, loqliqlar endi xonamiz ekan. Şimdi ahırı kanalımızda görüşler mümkün. Yine böyle sanıcıl болады hazır günde faydalanmıyoruz ekan. Eğer canınız kime kızık bolsa ekranda narxini yazıp koyamiz. Lokatsiya Yangi Ashxobod mahallasi. Sog' bo'ling, omon bo'linglar.